Assalomu alaykum barchaga. Video yechimlarimizni davom ettiramiz. Navbatdagi video yechimimiz 28 fevralda tushgan milliy sertifikat birinchi smenada tushgan savollar. Bu savollarni tuzishda Rustambek o'quv o'ragiga alohida rahmatimizni aytib qolamiz. Demak, yechimlarni qilishni boshlaymiz. Birinchi misoldan boshlaymiz. Mana birinchi misol. Xo'p, mana shuni hisoblang deyapti. 50 ta 6. Buni quyidagicha yozib olamiz. Ya'ni 1 1 1 1 va hokazo 1 50 ta 1 ni 6 ga ko'paytmasi plus mana bu 50 ta 5 ni ham 1 1 1 1 va hokazo 1 50 ta ko'paytirilgan 5 qilib olamiz. Barchasidan 50 ta 1 ni chiqarsak 1 1 1 1 va hokazo 1 chiqarib yuborsak bizda 11 paydo bo'ladi. O'rtasi ko'paytirish. Nimaga? Mana bu 6 va 5 yig'indisi 11 ga teng bo'ladi. Demak, buni ustun shaklda ko'paytirsak qanday bo'ladi? Qarang. Demak, 1 1 1 1 va hokazo 1 buni 11 ga ko'paytirishimiz kerak. 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1 1 1 va hokazo 50 ta 1 va bu yerda ham 1 1 1 va hokazo 50 ta 1. Bir xona surdik. Demak, bu joyda 50 bitta son hosil bo'ladi. Mana bu boshidagi 1 bo'ladi va oxiri 1. O'rtadagilar barchasi 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni qo'shib yuborsak 2 2 va hokazo 2. 50 bitta son bo'lsa, mana bu joyda demak 49 ta 2 qatnashgan bo'ladi. Bu bizda mana A javobda. Ikkinchi misolga o'tamiz. Hisoblang deyapti. Mana buni kasr ko'rinishida yozib oladigan bo'lsam 228 mahraj 100 bo'ladi. Ayiramiz. Buni aralashdan noto'g'riga o'tadigan bo'lsam 87 mahraj 20 ga teng bo'ladi. Buni ko'paytirish qilib yuborsak 4 tepaga chiqib 9 mahrajga tushadi. Mana bunga 2 dan 4 dan mahraj beramiz. Demak 4 minus mana bu 15 bo'ladi, mahraj 8. Xo'sh, mana bunga 5 dan mahraj berib yuborsam 228 ayrilgan 435 bo'ladi. Mahraj 100. Ko'paytirilgan 4 taqsim 9. Mana bu joy plyusga aylanib ketadi. Sababi 4 dan 15 ni ayirsak minus 11. Demak, bu joy 11 mahraj 8. 4 va mana bular qisqarsa 25 qoladi. Bu ayirma. Demak, minus 207 bo'lar ekan, mahraj 25. Bu joyda 1 taqsim 9 plus 11 taqsim 8 qoladi. Xo'sh, bularni qisqartirsam bu joyda 23 qolar ekan. Demak, minus 23 taqsim 25 qo'shamiz 11 taqsim 8 ni. Bunga 8 dan, bunga 25 dan mahraj bersak mahraj 200 bo'ladi. Tepa minus 23 ni 8 ga ko'paytmasi minus 160 184 bo'lar ekan va 25 ni 11 ga ko'paytmasi 275. Natija xo'sh 91 taqsim 200 ga teng bo'lar ekan. 91 taqsim 200 endi buni o'nlik kasr ko'rinishida yozgan. Bu demak 0,455 ga teng bo'ladi. Bu S javobda mana. Davom etamiz. 3-savol. Oralardagi masofa 275 kilometr bo'lgan A va B shaharlardan bir vaqtning o'zida bir-biriga qarab mototsikl va velosipedchi yo'lga chiqdi. Velosipedchi yo'lda 15 daqiqa dam olib, mototsiklchi tomon yo'lda davom etdi. Xo'sh, mototsiklchi esa soatiga 50 tezlik bilan, velosipedchi esa soatiga 20 tezlik bilan harakatlandi. Ular uchrashgan paytda mototsiklchi bosib o'tgan masofani toping deyapti. Xo'p, mana bu A shahar, mana bu B shahar. Tutashtiramiz. Oralardagi jami masofa 275 kilometr. Keling, mana bular mana shu joyda uchrashdi mana. Mana shu joyda uchrashdi. Mototsiklchi A shahardan chiqdi, tezligi 50. Velosipedchi bir shahardan chiqdi, tezligi 20. Bu masofani S1, bu masofani S2 qilib olaman. Demak, S1 masofaga S2 masofani qo'shsak
275 ga teng. Endi S1 mototsikl bosib o'tgan masofa. U qanday topiladi? Uning tezligi 50, u uchrashguncha birorta vaqt yurgan bo'lsin. S2 masofa bu velosipedning bosib o'tgan masofasi, tezligi 20, u esa T dan ayiramiz 15 daqiqa. 15 daqiqa degani 1/4 soat degani. Velosipedchi T-1/4 soat vaqt yurgan uchrashaman deguncha. O'rniga qo'yamiz. Demak, 50 T plus mana bu qavsni ochib yuboradigan bo'lsam, 20 T minus 5 bo'ladi. Teng 275 ga. Bu joydan 70 T teng 280 ga. T demak 4 ga teng. 4 soat. Demak, ular 4 soatdan keyin uchrashgan. Bizga mototsikl bosib o'tgan masofa deyapti. Mototsikl 50 ta T masofa bosib o'tgan edi. U demak 200 ga teng bo'ladi. Javob 200. Ya'ni B javob. Xo'sh, 3-savolga o'tamiz. To'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasi 3, ildizosti 5. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak mana. Gipotenuzasi 3, ildizostida 5. Bitta kateti x, bitta kateti y qilib olaman. Agar uning bir kateti 133,3 ga. Bu degani x ga qo'shamiz. X ning 133,3 degani bu 400 taqsim 3% degani. Mana 400 taqsim 3% ni topdik. Plus ikkinchi katetning, ikkinchi katet y, unga ham 16,3 bu degani y ning 50 taqsim 3% qo'shildi mana. Ya'ni oshirildi. Hosil bo'lgan yig'inda 14 ga teng deyapti. Mana shu yig'inda 14. Xo'p, uchburchak yuzasini toping deyapti. 400 va 100 ni qisqartsak 4 qoladi. Demak, bu joyda x ga qo'shamiz 4x taqsim 3 ni, y ga qo'shamiz. Mana 50 va 100 ni ham qisqartsak 2 qoladi. Y taqsim 6 bo'lar ekan. 14 ga teng. Bu joydan 7x taqsim 3 plus 7y taqsim 6 14 ga teng. 7 ga bo'lib yorsak x taqsim 3 ga, y taqsim 6 ni qo'shsak 2 ga teng bo'lar ekan. Endi Pifagor teoremasini yozamiz. X kvadratga y kvadratni qo'shsak 45 bo'lar ekan. Demak, kvadratlar yig'indisi 45 va bittasini 3 ga bo'lsak, ikkinchisini 6 ga bo'lsak, yig'indi 2 ga teng bo'lishi kerak. Xo'sh, bu joydan x 3 ekan, y esa 6 ekan. Nimaga? Kvadratlarimiz 45 bo'lyapti. 3 ni 3 ga bo'lamiz 1, 6 ni ham 6 ga bo'lamiz 1, yig'indi 2 ga teng. Mana x va y larni topdik. Endi 100 ga katetlar ko'paytmasini yarmi, ya'ni x ni y ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Natija 9 ga teng bo'lar ekan. 9 A javobda mana. Keyingi misolga o'tamiz. Buni teskari tartibda yozadigan bo'lsak, minus yo'qolib 27 taqsim 8 ni beradi. Buni ham quyidagicha yozib olamiz. Ya'ni 1000 taqsim 1875 shaklida. Aslida bu 1875 taqsim 1000 bo'lishi kerak edi. Uni teskari tartibda yozdik. Mana bu minus 1-darajasi bo'lganligi uchun. Xo'p, endi 8 va 1000 ni qisqartsak 125 qoladi. 125 va mana bu 1875 ni qisqartiramiz 25 ga. Demak, bu joyda 75 qoladi, bu joyda 5 qolar ekan. 5 va 75 ni ham qisqartsak 15 qoladi. Demak, jami 27, maxraj 15 bo'lar ekan. Buni ham 3 ga bo'lsak 9 taqsim 5 bo'lar ekan. Bu degani 1,5 dan 4 degani, ya'ni C javob ekan. Davom etamiz. Keyingi 6-misolimiz. Mana bundan nima chiqadi? Ildiz chiqarsak 6 6 6 6 6 chiqadi. 6 6 6. Mana bu nimaga teng desangiz, bu ya'ni mana shu narsa 6 ta 1. O'shaning kvadratiga teng bu. Ya'ni bundan 1 1 1 1 1 1 chiqadi. Natija 6 ga teng bo'ladi. Bu B javobda mana. Keyingi savolimizga o'tamiz.
Mana shu narsa bizga beradi 6-daraja ildiz ostida. Bu ildiz ostida 5 minus ildiz ostida 2 ning cos kvadratiga teng bo'ladi. Kub ildiz ostida 5 plus ildiz ostida 2. Kub ildiz ostida 9. Demak, bu 2 va mana bu qisqaradigan bo'lsa bu joyda 3 qoladi. Barchasi kub ildiz osti bo'lib qoldi. Kub ildiz ostida 5 minus ildiz ostida 2 bo'ldi. Narigi ham ildiz ostida 5 plus ildiz ostida 2 bo'ldi. Narigisi 9 bo'ldi. Barchasini kub ildiz ostiga olamiz. Va mana bu bizga 3 ni beradi. Ya'ni kub ildiz ostida 3 ko'paytirilgan 9. Bundan demak 3 degan natija kelib chiqar ekan. 3 mana B javobda. Davom etamiz 8-misol. Demak, arifmetik progressiyada A3 xat A1 va A2 yig'inda teng bo'lsa, S10 ni toping deyapti. A3 nimaga teng edi? A1 plus 2 D ga. A1chi o'zi tura qolsin. A2 ikkinchi xat A1 plus D ga teng. A1 va A1 qisqartiramiz. Mana bu D ni bu tarafga olib o'tadigan bo'lsam, D A1 ga teng kelib chiqadi. Endi mana bu tenglikdan foydalanamiz. A1 ning o'zi tursin. A2 ikkinchi xat nimaga teng edi? A1 plus D ga. Uchinchi xatchi A1 plus 2 D ga teng 384. Endi A1 ni o'rniga ham D ni qo'yadigan bo'lsam, nima kelib chiqadi? D mana bu joyda 2 D keladi. 2 D. Ya'ni D ga ni qo'shamiz. Mana bu joyda esa 3 D keladi. Ya'ni A1 ni o'rniga ham D qo'ydik. Bu 384. Demak 6 D ning kubi 384 bo'ladi. Bu joydan D kub 64 ga teng bo'lib, D 4 ga teng ekan. Demak A1 ham 4 ga teng. Endi S10 ta xat yig'indisi 2 A1 plus 9 D ni bo'lish kerak 2 ga va 10 ga ko'paytirish kerak. Demak 2 4 9 ko'paytiruv 4 mahraj 2. Uni ham 10 ga ko'paytiramiz. Xo'sh, bu ham 4 plus, ya'ni mana bu 2 4 8 ni 2 bo'ldik 4 bo'ladi. Mana bu 36 18 bo'ladi. O'shani 10 ga ko'paytmas. Natija 220 ga teng bo'lar ekan. 220 bizda mana C javobda. Xo'sh, davom etamiz. Keyingi savolimiz. Kamayuvchi geometrik progressiyada 3 ta xat yig'indisi 19, kvadratlar yig'indisi 133 ga teng bo'lsa, dastlabki 5 ta xat yig'indisi toping deyapti. Xo'sh, mana bu kvadratlar yig'indisi, ya'ni A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat formulasiga tushyapti. O'sha formuladan foydalanaman. U nima edi? Qanday edi? Uning formulasi B1 plus B2 plus B3 jami cos kvadrati minus 2 ta B1 B2 B1 B3 B2 B3 o'zaro ko'paytmalar. Mana shu 133 ga teng. Ya'ni A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat formulasiga qo'ydik. Mana bu yig'indi bizda 19 ga teng bo'lyapti. O'rniga qo'yamiz. Demak kvadrat 361 bo'ladi. Ayiramiz. 2 B1 B2 nimaga teng? Ikkinchi xat. B1 Q ga teng. B1 ning o'zi turadi B3. Bu esa B1 Q kvadratga teng. Mana bu B2 deganimiz B1 Q, B3 deganimiz B1 Q ning kvadrati. Mana shu 133 ga teng. Endi mana 133 ni bu tarafga o'tiramiz. Demak 361 ayrilgan 133 bo'ladi. Buni narigi tarafga o'tiraman, lekin qavsdan tashqariga chiqaramiz. Mana bulardan nimani chiqarsa bo'ladi? Bulardan B1 ning kvadratini va Q ni chiqarsak bo'ladi. Va bizda qoladi 1 plus Q plus Q ning kvadrati qoladi. Bu ayirma 228 bo'lar ekan. 2 B1 ning kvadrati Q 1 plus Q plus Q ning kvadrati bo'ladi. Endi qarang, mana bu narsadan, mana shundan
nimani chiqaramiz? B1 ni chiqarib yuboramiz. Demak 19 teng bo'ladi. B1 ni chiqaradigan bo'lsam 1 plus Q ning kvadrati hosil bo'ladi. Ikkalasini sistema qilib bo'laman bir-biriga. Nisbat olib yuboramiz. Nisbat olib yuborsak B1 va B1 ning kvadrati qisqaradi va mana bu qavslar qisqaradi. Bo'lmasdan avval mana bu ikkalasini qisqartirib olaman. Bu joyda 114 qoladi. Demak 114 ni 19 ga bo'lish kerak. Bu 6 bo'ladi. 6 teng B1 Q qoladi. B1 Q nimaga teng? Bu ikkinchi xatga teng, ya'ni B2 ga. B2 6 ga teng ekan. Mana bu joyga 6 ni qo'yaman. 6 ni qo'yadigan bo'lsam B1 plus B3 bu 13 ga teng bo'ladi. Mana bu joyga ham qo'yib yuborsam 36 bo'ladi. Mana bu 36 narigi tarafga o'tiramiz. Demak, B1 ning kvadrati plus B3 ning kvadrati 97 ga teng bo'lar ekan. 97. Demak, yig'indisi 13, kvadratlaringiz 97 bo'lgan sonlar bu B1 4 ga teng, B3 esa 9 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerdan ko'rinyapti. Birinchi xat 4, ikkinchi xat 6 bo'ladigan bo'lsa, Q ya'ni maxraj 3 taqsim 2 ga teng ekan. Endi S nechta xat deyapti? 5 ta xat deyapti. S5 nimaga teng? B1 Q ning 5-chisi minus 1 taqsim Q minus 1. Hisoblaymiz. Demak, B1 4 3 taqsim 2 ning 5-chisi demak 243 maxraj 32 ayiramiz 1 ni. Maxraj 3 taqsim 2 dan ayiramiz 1 ni. Demak, nima bo'ladi? Bu 4 ko'paytirilgan 243 dan ayiramiz 32 ni. Bu 221 maxraj 32 bo'ladi. Bu esa bu 1 taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, bularni qisqartiraman, 16 qoladi. Bularni ham qisqartiraman. Bu joyda 4 qoladi. Demak, 221 taqsim 4 qolar ekan. Bu ham aralash kasriga o'tiradigan bo'lsak, 55,4 dan 1 bo'lar ekan. Mana bu joyda xato qilibmiz. Bu joyda kamayuvchi ekan. Kamayuvchi bo'ladigan bo'lsa, mana bular o'rnini almashtirib olishimiz kerak. Kamayuvchi. Demak, kamayuvchi bo'lsa, mana bu joyda B1 9 bo'lish kerak, B3 4 bo'lish kerak. Demak, mana bu bo'lyapti 9 6 4 bo'lyapti. Demak, Q nima bo'ladi? Q 2 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni 6 ni 9 ga bo'lamiz. Endi hisoblaymiz. S5 demak B1 9 ga teng. 2 taqsim 3 ning 5-darajasi 32 maxraj demak 243 ayiramiz 1 ni, maxraj 2 taqsim 3 minus 1. Demak, tepada 9 minus 221 taqsim 243 bo'ladi. Maxraj minus 1 taqsim 3. Minuslar yo'qoladi. Bularni qisqartiraman. Ya'ni 243 ni bo'lamiz 9 ga. Bu 27 bo'ladi. Bu joyda 27. 27 va 3 ni ham qisqartiraman. Bu joyda 9 qoladi. Demak, jami 221 taqsim 9 qolar ekan. Endi buni aralashga o'tamiz. 221 ni 9 ga bo'lsak 23 dan bo'lar ekan. Ya'ni 23 ni 9 ga ko'paytirib 207. Mana bu 221 emas, 11. Mana bu 11 edi, 211. Demak 211 ni bo'lamiz 9 ga 23 butun bo'lar ekan. 23 ni 9 ga ko'paytirsak 207, demak 9 dan 4 qolar ekan. 23,9 dan 4, ya'ni B javob kelib chiqar ekan. 10-savolga o'tamiz. Demak, x taqsim 4, x taqsim y 4 ga teng, y teng emas, minus 3 taqsim 5 bo'lsa, mana shuni qiymatini toping deyapti. Bu joydan y ni bu tarafga ko'paytiramiz. Demak, ko'paytirib yuboradigan bo'lsam, nima kelib chiqadi? X teng
4y kelib chiqadi. X o'rniga 4 ta y ni qo'yamiz. Demak, 4 ta y plus y plus 3 makhraj 4 ta y plus 6 ta y plus 6. Tepada 5 ta y plus 3 keladi. Makhrajda 10 ta y plus 6. Makhrajdan 2 ni chiqaramiz. Demak, 5 ta y plus 3, 2 ni chiqarib yuborsam 5 ta y plus 3. Bular qisqarib natija 1/2 ga teng bo'lar ekan. 1/2 mana bu javobda. Davom etamiz. 11-savol. Demak, bu qavsga makhraj beramiz. Bunga y dan, bunga x dan makhraj beramiz. Shuni tepadan nima hosil bo'ladi? Y plus x plus 1 makhraj x y bo'ladi. Ko'paytirilgan x plus y minus 1. Makhraj bunga y kvadratdan beriladi, bunga x kvadratdan, bunga x y dan. Shuna nima keladi? Y kvadrat plus x kvadrat plus 2x y minus 1 keladi. Makhraj x kvadrat y kvadrat. Xo'p, bu kvadratlar bilan mana buni qisqartiraman, bu makhrajlarni. Xo'p, tepada nima qoladi? Y plus x plus 1 y x plus y minus 1 qoladi. Makhrajda mana bu uchalasi bizga x plus y ning kvadratini beradi. Demak, x plus y ning kvadrati minus 1 qoladi. Tepaga x y chiqdi. Bular qisqaradi. Nimaga? Mana buni 2 ga ajratsak, tepa kelib chiqadi, tepadagi qavslar. Natija x y ga teng bo'lar ekan. X y bizda mana A javobda. Davom etamiz. 12-savolga o'tamiz. Kosinus alfa 3/5 ga teng bo'lsa va alfa birinchi chorakda joylashgan bo'lsa, A, B, S'larni o'sish tartibida joylashtiring deyapti. Uchburchak chizib olaman. To'g'ri burchakli. Mana bu joyni alfa deymiz. Kosinus alfa yopishganning gipotenuzaga nisbat edi. Demak, qarshisi 4 bo'ladi. A nimaga teng? A sinus alfa. Ya'ni qarshida katetning gipotenuzaga, ya'ni 4/5. Bu ham 0,8. B nimaga teng? B tangens alfaga teng deyapti. Tangens alfa qarshisidagining yopishganga, ya'ni 4/3. Bu 1,3 taxminan. S nimaga teng? S kotangens alfaga, bu yopishganning qarshisiga, ya'ni 3/4. Bu esa 0,75 ga teng bo'ladi. O'sish tartibida deyapti. Eng kichigi S ekan, undan katta A, undan katta esa B bo'lar ekan. Demak, javob S, A, B. Bu S javobda mana. Keyingi savolga o'tamiz. Kosinus alfa plus ildiz 3 kosinus beta 0 bo'ladigan bo'lsa, 2 ta alfaga betani qo'shsak 180. Alfadan beta ayirmani modulini so'rayapti. Buni qanday topamiz? Buni bu tarafga olib o'taman. Olib o'tadigan bo'lsam, 2 ta alfa teng 180 minus beta bo'ladi. Ikkala tarafini kosinuslayman. Demak, kosinus 2 ta alfa teng bu joyda kosinus 180 gradus minus beta bo'ladi. Demak, kosinus 2 ta alfa teng bu minus kosinus beta bo'ladi. Mana shu minusni bu tarafga qo'yaman. Demak, mana shu kosinus beta o'rniga minus kosinus 2 alfani bu joyga qo'yamiz. O'shanda nima kelib chiqadi? Kosinus alfa plus minusga aylanib ketadi. Minus ildiz ostida 3 kosinus 2 ta alfa keladi. Teng 0 ga. Kosinus 2 alfani formulasiga qo'yamiz. Demak, kosinus alfa minus ildiz ostida 3. Bu nimaga teng? 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 ga teng. Teng 0. Endi ildiz ostida 3 ga ko'paytiramiz va barchasini tenglikning o'ng tarafiga o'tkazaman. Demak, ildiz ostida 3 ga ko'paytsam 2 ildiz ostida 3 kosinus kvadrat alfa bo'ladi. Mana bu kosinus alfa bu tarafga o'tsa minus kosinus alfa bo'ladi. Va mana buni ikkalasini ko'paytmasi plus ildiz ostida 3, u esa minus ildiz ostida 3 bo'lib o'ng tarafga o'tadi. Diskriminant hisoblaymiz. Diskriminant 1 ga qo'shamiz. 4 ko'paytiruv 2 ildiz ostida 3 va ildiz ostida 3 ko'paytmasi. Bu ham 25 bo'lar ekan. Demak, bundan necha chiqadi? 5 chiqadi.
5 chiqadigan bo'lsa, demak kosinus alfa teng 1 ga qo'shamiz 5 ni bo'lamiz 2 ildiz osti 3 ga. Bu ham 6 taqsim 2 ildiz ostida 3. Uzr 2 emas 4. Mana bu joy 4. 4 ildiz osti 3. Bular ham qisqarib ildiz osti 3 taqsim 2 ildiz ostida 3 taqsim. Bular ham qisqarib ildiz ostida 3 taqsim 2 kelar ekan. Xo'p, mana shuni olamiz. Alfa qachon ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng? Alfa demak 30 gradusda. 30 gradus. Alfani 30 qiymatini olamiz. 30 bo'ladigan bo'lsa, 2 ta alfa 60 bo'ladi. Demak, beta 120 gradusga teng bo'lar ekan. Modul alfa minus betani hisoblaymiz. Demak, 30 gradus minus 120 gradus bu 90 gradusga teng bo'ladi. 90 gradus. 90 gradus bizda mana shu javobda. Davom etamiz. 14-savol. Tenglamani haqiqiy ildizlari yig'indisini toping deyapti. Mana bu ikkini alohida yozaman, ya'ni 4 ning x kvadrat minus x darajasi minus 17. 2 ning kvadrat 4 qilib yozaman. 2 ning x kvadrat minus x darajasi bo'ladi. Plus 256. Bu 0 ga teng. Demak, belgilash kiritamiz. Mana buni a deb oladigan bo'lsa, bu a kvadrat bo'ladi. Demak, a ning kvadrati minus bu ko'paytma 68 a bo'ladi. Plus 256 teng 0 ga. Bu joydan a kelib chiqadi 64 va a teng bo'ladi 4. O'rniga qo'yamiz. 2 ning x kvadrat minus x darajasi 64 ga teng bo'lsa, x kvadrat minus x bu joydan 6 ga teng bo'ladi. Bu joydan x topsak, demak 3 bo'lar ekan va minus 2 bo'lar ekan. Keyingisi 2 ning x kvadrat minus x darajasini 4 ga teng qilsak, x kvadrat minus x bu joydan 2 ga teng bo'ladi. Demak, x teng 2 va x teng minus 1. Demak, 4 ta yechim bo'lar ekan. Yig'indisi deyapti, yig'indisi. Xo'sh, bu yig'indi 1 ga teng, mana bu yig'indi ham 1 ga teng, jami 2. 2 bizda a javobda mana. Davom etamiz. 3-savol. Tenglamani haqiqiy ildizlar ko'paytmasini toping deyapti. Xo'sh, 2 taqsim 3 minus logaritm x asosiga ko'ra 3 teng. Mana bu 32 2 ning 5 darajasi oldiga 1 taqsim 5 shaklida chiqadi. Logaritm 3 asosiga ko'ra 2 va logaritm 2 asosiga ko'ra 3 qoladi. Minus 2 taqsim 5. Mana bu x ning 1 taqsim 2-si oldiga 2 bo'lib chiqadi va logaritm x asosiga ko'ra 3 qoladi. Mana bu ikkilarni qisqartirsak bo'ladi va x asosiga ko'ra 3 ni biror a son deb o'ylasak, 2 taqsim 3 minus a teng, mana bu joyda 1 taqsim 5 qoldi. Va mana bu x edi. Va 3 asosiga ko'ra x qoldi. Bu 3 asosiga ko'ra x 1 taqsim t degani. Minus bu joyda 4 taqsim 5 t qoladi. Endi sal uzr t emas a deb olgan edik. A. Mana bu ham a. Demak, 2 taqsim 3 minus a teng bu joyda 1 taqsim 5 a minus 4 a taqsim 5. 4 a taqsim 5. Maxraj 15 a dan bo'lar ekan. Mana bunga 5 a dan beramiz, bunga 15 a dan, bunga 3 dan, bunga esa 3 a dan beramiz. 3 ta a dan. Demak, undan nima bo'ladi? Qarang. Maxrajlar qisqaradi. 10 a minus 15 ta a ning kvadrati teng 3 minus 12 ta a ning kvadrati bo'lar ekan. Bu joyda ustozlar mana shu joy xato edi. Bu joy 5 emas 3 ga teng edi. 3. Bu joy ham 3 ga teng. Bu joy ham 3 bo'ladi. Demak, bunga 5 ta a dan beramiz. Nima kelib chiqadi? 10 a minus 15 a ning kvadrati teng 3 minus 20
a ning kvadrati. Barchasini chap tarafga o'tirsak 5 ta a ning kvadrat plus 10 ta a minus 3 teng 0 bo'ladi. Diskriminant 100 ga qo'shamiz 4 ko'paytirib 5 ko'paytirib 3 ni. Ya'ni 160 bo'lar ekan. A nima bo'ladi? A teng minus 10 ga qo'shamiz ildiz ostida 160 ni bo'lamiz 10 ga. Keyingisi A teng minus 10 dan ayiramiz ildiz ostida 160 ni bo'lamiz 10 ga. Mana A larni topdik. Birinchi va ikkinchi qiymatlarni. Xo'sh. Endi belgilashni joyiga qo'yamiz. Ya'ni logaritm x asosiga ko'ra 3 mana shu minus 10 plus ildiz ostida 160 taqsim 10 bo'ladigan bo'lsa, bu joydan kelib chiqadi 3 teng bo'ladi x ning darajasida minus 10 plus ildiz ostida 160 taqsim 10 ga va x teng bo'ladi 3 ning darajasida mana buning teskarisiga. Ya'ni 10 taqsim bularni ham o'rni almashtiraman. Ildiz ostida 160 minus 10 ga. Keyingisi nima bo'ladi? Keyingisi to'g'ridan to'g'ri yozaman. Keyingisi shunda x teng 3 ning darajasida minus 10 taqsim ildiz ostida minus 160 minus 10. Ya'ni minusni jami chiqarib qo'yamiz mana bu joyga. Bunga buni ko'paytir deyapti. Ko'paytirish bo'lsa darajalar qo'shiladi. Qo'shamiz, qarang. 10 taqsim ildiz ostida 160 minus 10 ga qo'shib bo'lsa mana bu oldida minus bor, baribir minus bo'ladi. 10 taqsim ildiz ostida 160 plus 10 ni. Ikkalasidan 10 ni chiqarib qo'yamiz va proporsiya qilib mahraj bersam, mahrajda buni bunga ko'paytmasi 160 minus 100 bo'ladi. Tepadachi 160 plus 10 ayrilgan ildiz ostida 160 plus 10 keladi. Ildiz ostida 160 lar qisqarib 20, uni ham 10 ga ko'paytmasi 200 bo'ladi, mahrajda esa 60. Bu ham 10 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Demak, bu degani ko'paytmasi x1 va x2 ko'paytmasi 3 ning 10 taqsim 3-si. Buni ham 3 ning 3 plus 1 taqsim 3-si qiladigan bo'lsak, bu 27 kub ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. Mana ildizlar ko'paytmasi 27 kub ildiz ostida 3 ga teng va bu bizda mana C javobda. Davom etamiz. 16-savol. Tenglama nechta butun yechimga ega deyapti. Mahrajdan 2025 faktorialni chiqarib yuborsam, x ning 4-si minus 2027 faktorial. 2025 faktorialni chiqarsam 2026 plus 1 qoladi. X kvadrat plus 2025 teng 0 ga. Xo'p, x ning 4-si minus, bularni qisqartiradigan bo'lsam, tepada 2026 va 2027 ko'paytmasi qoladi. Mahrajda 2027 x kvadrat plus 2025 x. 2025 teng 0. Xo'sh, bularni qisqartiraman va bizda nima qoladi? X ning 4-si minus 2026 x ning kvadrati plus 2025 qoladi teng 0 ga. Bu yerdan ko'paytuvchiga ajratsak x kvadrat minus 1 va x kvadrat minus 2025 bo'ladi teng 0 ga. Har bittasini 0 ga teng qiladigan bo'lsak, x teng plus minus 1 bo'ladi va x teng plus minus 45 bo'ladi. Mana bu 0 ga teng qilsak 45 kelib chiqadi. Bu demak 4 ta yechimga ega. 4 ta butun. Javobda. Davom etamiz. 17-savol. Tenglama nechta butun yechimga ega deyapti. Birinchi shart x katta 0 dan qilsak modul musbat bo'ladi va x ning 4-si va mana bu tarafga olib o'taman, buni bu tarafga. O'shanda nima kelib chiqadi? Mana 2025 degan 45 ning kvadrati, demak bu 45 ning 4-si bo'ladi. Narigi tarafda bu musbat bo'ldi, demak x minus 45 bo'ladi. Bu joydan ko'rinyapti, x demak 45 ga teng ekan. 45 ni ko'rsak bu taraf ham 0 ga teng bo'ladi. Ikkinchi holat, x kichik 0 dan. U holda qanday bo'ladi? Mana shu tenglik bo'ladi, lekin x ning 4-si minus 45 ning 4-si mana bu ildiz ostida minus bo'ladi. Minus x minus 45 bo'ladi. Ya'ni modul manfiy bo'lib ochiladi. Bu joydan x teng minus 45 degan yechim kelib chiqadi. Demak,
Ikkalasi ham yechim. 45 va minus 45 ikkita. Javobimiz B javob. Davom etamiz. Keyingi 18-savol. Xo'sh, buni ham ikkita holatda yechamiz. Birinchi holat x katta 0 dan. X 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, x kvadrat minus 7x plus 10 makhraj x kvadrat plus mana shuni x plus 3 ning, x minus 3 ning kvadrati qilaman kichik 0 dan. Tepani ko'paytuvchiga ajratsak x minus 2, x minus 3, x minus 5 bo'ladi. Makhraj x minus 3 ning kvadrati kichik 0 dan. Sonlar o'qini chizamiz. Bu joyda 5, bu joyda 3, bu joyda 2 bor. Demak, 5 dan katta qiymatdan musbat, 3 va 5 orasida manfiy, 2 va 3 orasida ham manfiy, 2 dan kichik qiymatdan musbat. Demak, biz mana bu oraliqlarni olishimiz kerak. Ya'ni natija 2 dan 3 gacha birlashma 3 dan 5 gacha. Bu barchasi 0 dan katta oraliq. Demak, yechim. Ikkinchi oraliqqa o'tamiz. Ikkinchi oraliq x 0 dan kichik bo'lsin, unda manfiy bo'ladi, ya'ni mana bu joy plus bo'ladi. Unda ko'paytuvchiga ajratsak qanday bo'ladi? X plus 5, x plus 2 bo'ladi. Makhraj x minus 3 ning kvadrati 0 dan kichik. Sonlar o'qini chizamiz. Bu joyda 3 bor, bu joyda minus 2, bu joyda minus 5. Demak, 3 dan katta qiymatdan musbat. Bu oraliqda manfiy, manfiy emas. 3 minus 2 minus 5. 3 dan katta qiymatdan musbat, bu oraliqda ham musbat bo'ladi. Bu oraliqda manfiy, bu oraliqda musbat bo'lar ekan. Mana bu oraliqni olishimiz kerak, ya'ni minus 5 dan minus 2 gacha. Bu oraliq 0 dan kichik. Demak, yechim. Nechta butun yechim bor deyapti? Mana bunda faqat x teng 4 degan butun yechim bor. Mana bunda x teng minus 4 va minus 3 degan yechimlar bor. Demak, jami 3 ta yechim bor ekan. Xo'sh, 3 ta degani bizda mana siz javobda. Davom etamiz. Keyingi misolimiz. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta deyapti? Mana bu nimaga teng? Bu modul x minus 2 ga teng. Minus 5 ildiz osti 2 minus x. Minus 6 kichik 0 dan. Endi qarang, mana bu ildiz. Ildiz aniqlanish sohasiga ko'ra bu tarafga yozaman. 2 minus x katta x teng 0 dan 2 katta x teng x dan bo'lishi kerak. Ya'ni x o'rniga biz 2 va undan kichik sonlarni qo'yamiz. 2 va undan kichik sonlarni qo'ysak, mana bu modul manfiy bo'lib qoladi. Manfiy degani bular o'rin almashadi. Ya'ni 2 minus x bo'ladi bu. Minus 5 ildiz osti 2 minus x minus 6 kichik 0 dan. Xo'sh, mana bu ildizni belgilab olamiz. Biror t deb, mana bu t kvadrat bo'ladi. T kvadrat minus 5t minus 6 kichik 0 dan. Bu joydan t minus 6 t plus 1 kichik 0 dan bo'ladi. Va 0 dan kichik oraliq bo'lish uchun t 6 dan katta va t minus 1 dan katta va t 6 dan kichik bo'lishi kerak. O'rniga qo'yamiz. Ildiz ostida 2 minus x katta minus 1 dan. Bu joyda demak x o'rniga xohlagan, ya'ni 2 dan kichik aniqlanish sohasiga to'g'ri keladigan barcha qiymatlarda bu urildi. Keyingisi 2 minus x kichik 6 dan. Bu joydan kelib chiqadi 2 minus x kichik 36 dan. Buni bu tarafga o'tirsam minus 34 katta x dan. Va mana bu joyda aniqlanish soha bor. Ikkalasini kesishgan joyini olamiz. Ikkalasi qayerda kesishadi? 2 dan kichik taraf va minus 34 dan katta taraf. Mana shu yerda kesishadi mana. Ya'ni javobimiz minus 34 dan 2 gacha bo'ladi. Xo'sh, bu oraliqda nechta son bor? Minus 34 dan 2 yechim. 2 kiradi. 2 yechim. 34 gacha 34 33 tami? Lekin qarang, biz x o'rniga 1 ni ham 0 ni ham qo'ya olamiz. O'shalar qo'shimcha ildizdar yo'qolib qolmasa kerak. 1 ni ham 0 ni ham qo'ya olamiz. Bu degani nima? Bu degani 0 dan
deb olsak bo'ladi. 0 dan -34 gacha. Bu joyda 34 ta son bor. 34 ta D javobda mana. Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Rasmda ax kvadrat plus bx plus x. Demak, mana shu plus x emas, mana shu s. Mana shu xato ketib qolgan. Funksiya grafik tasvirlangan. Parabola uchining koordinatasi 3 va 5, y o'qini 0 va 3,5 dan 1 nuqtada kesib o'tadi. F18 toping deyapti. Xo'sh. Demak, x0 nimaga teng bo'lyapti? 3 ga. x0 qanday topiladi? -1 taqsim 2a formulasi bilan topiladi. U 3 ga teng. Bu joydan b -6 ta a ga teng kelib chiqadi. O'shanda fx funksiyasi nima bo'ladi? Fx funksiyamiz ax kvadrat -6 ta ax plus s yozishimiz kerak. S mana bu y ni kesib o'tgan joyi. Bu 16 taqsim 5 ga teng bo'lyapti. Endi qarang, mana bu 3 va 5 nuqta shu funksiyaga tegishli. Demak, x o'rniga 3 ni qo'ysak, funksiya 5 ga teng bo'lishi kerak. 3 ni qo'yaman. Demak, 9a minus 18a plus 16 taqsim 5 mana shu 5 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, bu -9a ni beradi. Mana buni bu tarafga olib o'taman. -9a teng 5 dan ayiramiz 16 taqsim 5 ni. Demak, -9a teng bo'ladi 25 9 taqsim 5 ga. Demak, a -1 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. A -1 taqsim 5. B nima bo'ladi o'shanda? B uni 6 ga ko'paytmasi -6 ga. Bu 6 taqsim 5 bo'lar ekan. O'shanda fx funksiyamiz qanday bo'ladi? Qarang, barchasini jami mahrajida 5 bor ekan. 5 ni jami mahraj qilib qo'yaman. Demak, ani o'rniga -1 taqsim 5 ni qo'ysak -x kvadrat. Demak, plus 6x plus 16 bo'ladi. Barchasini mahrajida 5 mavjud. O'shaning uchun umumiy mahraj qilib yozdim. Xo'p, endi x o'rniga 18 ni qo'yamiz. f18 teng bo'ladi -324 18 ni 6 ga ko'paytmasi. Bu demak 108 bo'lar ekan. Plus 16 mahraj 5. Demak, 108 ga ham 16 ni qo'shamiz, 124 bo'ladi. 324 dan aytirsak -200 qoladi. Mahraj 5. Bu ham -40 ga teng bo'lar ekan. Demak, f18 -40 ga teng ekan va bu bizda mana shu javobda. Davom etamiz. Keyingi 21-savolimiz. Integral demak, hisoblang deyapti. Xo'sh, teng integral -1 dan 1 gacha x kvadratni chiqaraman. Ya'ni 1 taqsim x kvadratni chiqarsak, x kvadrat plus 1 bo'ladi. Dx. Endi buni ham ajratib olamiz. -1 dan 1 gacha 1 taqsim x kvadrat minus 1 taqsim x kvadrat plus 1 shaklida. Dx. Endi mana bu 1 taqsim x kvadratdan boshlang'ich -1 taqsim x ga teng bo'ladi. Ayrilgan 1 taqsim x kvadrat -1 dan boshlang'ich ariq tangens x bo'ladi. Buning chegarasi -1 dan 1 gacha, buning ham -1 dan 1 gacha. Xo'p, 1 ni qo'yadigan bo'lsak, minus tursin. 1 ni qo'ysam 1 bo'ladi, -1 ni qo'ysam -1 bo'lib +1 ga aylanib ketadi. Minus ariq tangens 1. Bu yer ham yana plus bo'ladi. Ariq tangens 1 bo'ladi. Demak, mana bu -2 ga teng. Minus mana bu pi taqsim 4. Bu ham pi taqsim 4. Yig'indi pi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz -2 minus pi taqsim 2 bo'lar ekan. Bu bizda mana B javobda. Davom etamiz. 22-savolimiz. Demak, agar mana shu tenglik urilib bo'ladigan bo'lsa, mana bu ketma-ket ifodaning qiymatini toping deyapti. Xo'sh, qanday topamiz? Qarang, bundan hosila yordamida mana bu 19 va 20 qayerdan keladi? Mana bu darajasi bir marta oldiga tushgan 19 bo'lib qoladi, keyin yana tushgan, o'shandan keladi. Bu degan 2 marta hosil olish kerak degani. Xo'p, bir marta mana bu tarafdan hosil olsam 3 turadi. Daraja, ya'ni 20 oldiga tushib 3x plus 4 ning 19-darajasi bo'ladi.
ko'paytirilgan. Endi qavs ichidan hosili bu 3 ga teng bo'ladi. Teng. Bu tarafdan hosil olamiz. Bu tarafdan 20 S0 x ning 19-si, 19 S1 x ning 18-si va hokazo. Eng so'ngida mana bundan hosilsak yo'qolib S19 qoladi. S19. Bundan oldin nima bor? Bundan oldin S18 x kvadrat bor plus S19 bilan tugaydi. S19 bilan. X mana x qoladi bunda. Mana bu joyda 2 borda. Endi yana bir marta hosil olamiz. 3 ko'paytiruv 20 ko'paytiruv 19 yana oldiga tushadi. 3x plus 4 ning 18-darajasi bo'ladi. 3 va ichidan, ya'ni qavs ichidan hosil olsak yana 3 ni beradi. Bulardan yana hosil olamiz. Demak 20 19 oldiga tushib S0 x ning 18-si plus 19 ko'paytiruv 18 S1 x ning 17-si va hokazo. Oxirida nima qoladi? S18 qoladi. Endi qarang. Bu yerda ishora almashuvchi bo'lyapti. Ya'ni mana bu joyda. Mana bu joy minus bo'lgan. Mana bu joy plus, minus ishora almashuvchi bo'lyapti. Lekin bizda hammasini ishorasi plus bo'lyapti. Endi ishora almashuvchi bo'lish uchun x o'rniga minus 1 qo'yishimiz kerak. O'shanda mana bu toq darajalar oldida, mana bu yerda toq daraja oldiga minus ishora chiqadi. X o'rniga minus 1 ni qo'yamiz. Demak, 3 20 19 mana bu 1 ga teng bo'lib qoladi. Keragi yo'q. Va 3 va 3 qoladi. Bu tarafda 20 19 S0 plus minus bo'ladi mana shu. Minus 19 18 S1 va hokazo oxiri S18 da. Ya'ni mana bu narsa bizdan so'ragan narsa. Demak, mana buni hisoblasak bo'ldi. Ya'ni 3 ni 20 ga 19 ga 3 ga va yana 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Bu bizda 10260 bo'lar ekan. Mana bizdan so'ragan narsa. Ya'ni 20 19 S0 19 18 S1 va hokazo S18. Mana. Demak 10260 bu bizda mana bu javobda. Davom etamiz. 23-savolimiz. Xo'p, aylana vatari 8 ga teng. Mana aylana vatar 8. Mana shu 8 ga teng. Bu 90 gradusli yo'lni tortib turadi. Demak, bu markaziy burchak 90 degani. Mana bu joydan tutashtiramiz. Mana shu 90. Radius deyapti. Bu yer radius, bu yer ham radius. Demak, Pifagor teoremasidan ikkita radiusning kvadrati teng bo'ladi 64 ga. Radius demak 4 ildizosti 2 ga teng bo'lar ekan. 4 ildizostida 2 bizda mana C javobda. Quyidagi funksiyalardan nechtasi juft bo'la oladi deyapti. Bu juft emas, bu ham juft emas. Bu ham mana bu juft. Bittasi juft. Davom etamiz. Keyingi savolimiz. ABC to'rtburchak uchburchakda mana to'rtburchak uchburchak. B to'g'ri burchak bisektrisasi. A'si gipotenzani deyapti. Demak, A, B, C qilamiz. Mana bu joydan bisektrisa tushdi. Ildizosti 5 va 2 ildizosti 5. Mana bu joy ildizostida 5, bu joy 2 ildizostida 5. Mana shunday kesmalarga ajratdi. ABC to'rtburchak uchburchak yuzini toping deyapti. Xo'sh, bu katetni A, bu katetni B qilib oladigan bo'lsam, bisektrisa xossasiga ko'ra A ni ildizosti 5 ga bo'ladigan bo'lsam, B ni 2 ildizosti 5 ga bo'laman. Bu joydan kelib chiqadi B teng 2 ta A ekanligi. Endi Pifagor teoremasini yozsak, A kvadratga B kvadratni qo'shsak, 3 ildizosti 5, ya'ni 45 bo'ladi. A ni o'rniga 2 ta, B ni o'rniga 2 ta A ni qo'ysak, 5 ta A kvadrat kelar ekan, bu 45. A bu joydan
3 ekkali kelib chiqadi. B demak 6 ga teng. 100 a AB taqsim 2. Ya'ni 9 bo'lar ekan. 9 bizda B javobda. Davom etamiz. Keyingi savolimiz mana shu savol 26-chi. Demak, ABC uchburchak. A va B uchlaridan D, demak, bisektrisalar tushirilgan. Xo'sh, mana shu to'rtburchak yuzasini toping deyapti. Demak, qarang, bu joyni A, bu joyni B qilib bo'ladigan bo'lsam, bisektrisa xossasi 6ning 4ga nisbati. 6ning 4ga nisbati A plus B ning 8ga nisbati. Bu joydan A plus B 12ga teng ekan. 12. Demak, bu teng yo'l uchburchak ekan, ya'ni AC 12ga teng bo'lyapti, CB ham 12. Xo'sh. Demak, bu joy 12ga teng bo'ldi. Endi qaranglar, bu teng yo'l bo'ladigan bo'lsa, mana biz uchidan ham bisektrisa tushirsak, bu ham bisektrisa, ham balandlik, ham mediana bo'ladi. Sababi bu teng yo'l uchburchak bo'lib qoldi. Teng yo'l bo'ladigan bo'lsa, alfa va betalar ham teng. Mana bu joy ham alfa deyishimiz mumkin, bemalol. Alfa. Demak, bu yuzalar ham teng bo'lib qoladi. Ikkalasi ham S yuza. Endi bular bunday qilsak, mana bu AKY uchburchak yuzasini S deb oladigan bo'lsam, mana bu YKS uchburchak yuzasi 2ta S bo'ladi. Demak, bu joy ham 2ta S, bu joy ham S. Mana bu joyni biror S1, bu joy S1 deb olamiz. S1 ni ham S orqali ifodalab olaman. Sababi ular teng bo'lib qoladi. Xo'sh, demak, bisektrisa xossasiga ko'ra, qarang, mana bu uchalasi yig'indisi nima bo'ladi? Uchalasi yig'indisi 2ta S1 plus S bo'ladi. O'shani 2 ga ko'paytirsak, mana bu yuzalar yig'indisi teng bo'ladi. Nimaga? Sababi bu yer 4 bo'lyapti, bu yer 8, bir-biridan 2 marta katta. Bilamiz, uchburchakda ixtiyoriy chiziq tushgan tomon qanday nisbatda bo'lsa, yuzalarni ham xuddi shunday nisbatda bo'ladi. Demak, bu taraf 5 ta S ga teng. 5 ta S. Mana bu taraf 5 ta S ga teng. Qavsni ochib yuborsam, 4 ta S1 plus 2 ta S, demak 5 ta S ga teng. Bu joydan 4 ta S1 teng 3 ta S, S1 demak 3 ta S taqsim 4 ga teng. Endi xo'sh, S1 ni ham topdik S orqali. Endi jami uchburchak yuzasini topaylik. Uni yuzasini topish uchun qarang, bu joy 6 bo'ladigan bo'lsa, bu ham balandlik, ham bisektrisa, ham mediana bo'ladi. Ya'ni C dan mana bu joyga D deb oladigan bo'lsam, D emas, F deb olaylik. Demak, bu joy 3. Bu hozir C dan Dgacha balandlik, ya'ni H deb oladigan bo'lsam, H ni topamiz. Bu ildiz ostida gipotenuza jami 12 bo'lyapti. Ya'ni 144 ayiramiz 3 ning kvadrati 9 ni. 144 dan 9 ni ayiradigan bo'lsak, bu ildiz osti 135 bo'ladi. Xo'sh, buni ham 9 ga bo'lamiz. Bu 3 ildiz ostida 15 bo'lar ekan. Endi S yuzamiz, ya'ni jami uchburchak yuzasi, ABC uchburchak yuzasi, balandlik 3 ildiz ostida 15, balandlik tushgan tomon 6. Ikkalasini ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Bu 9 ildiz ostida 15 bo'lar ekan. Endi qarang, mana shu S ABC uchburchak yuzasi nimaga teng? S ABC. U barcha mana bu yuzalarni qo'shib chiqamiz. S, 2ta S, 2ta S, S. Qo'shamiz, bu jami 6ta S bo'ladi. 6ta S ga 2ta S1. Demak, 6ta S ga 2ta S1 ni qo'shamiz. Bu 9 ildiz ostida 5. Endi S1 nimaga teng? Mana topib qo'ydik. 3S1 taqsim 4. Uni ham 2 ga ko'paytirsak 6ta S plus 3S taqsim 2 bo'ladi. Teng 9 ildiz osti 15 ga. Mana bu 15. Bu yerdan kelib chiqadi. Mana bu 12, 15S taqsim 15S taqsim 2, bu 9 ildiz osti 15. Ham 15. Endi bu joydan S topamiz. 18 ildiz osti 15 taqsim 15 bo'lar ekan. Buni ham 3 ga bo'lsak 6 ildiz osti 15 taqsim 5 bo'lar ekan.
S mana shunday. Endi bizda bo'yalgan soha deyapti. S bo'yalgan soha 4 ta S ga teng. Demak, 4 ta 6 ildiz osti 15 taqsim 5. Bu ham 24 ildiz osti 15 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. 24 ildiz osti 15 taqsim 5 bizda mana S javobda. Davom etamiz. Keyingi 27-savolimiz. ABCD trapetsiya asoslar berilgan, yon tomonlar berilgan, yuzini toping deyapti. Xo'sh, mana bu joydan balandlik tushiraman. Mana bu joydan ham balandlik tushiraman. Demak, bu yer 7, bu joy x bo'lsa, mana bu joy 20 minus x bo'ladi. Nimaga? 27 dan 7 ni ayiramiz 20. Qolgani 20 minus x bo'ladi. Perpendikulyar. Bu yer h balandlik, bu yer ham h balandlik. Ikkita balandliklarni tenglashtirib yuboramiz Pifagor teoremasidan. Bu joydan h kvadrat topsak nima bo'ladi? 12 ning kvadrati minus x kvadrat bo'ladi. Bu joydan h kvadrat topsak 16 ning kvadrati minus 20 minus x ning kvadrati bo'ladi. Xo'sh, buni bu tarafga 12 ning kvadratini narigi tarafga o'tiramiz. O'shanda nima kelib chiqadi? 20 minus x ning cos kvadrati minus x ning kvadrati. Bu tarafda 16 ning kvadrati minus 12 ning kvadrati. Mana bu ayirma. Buni a kvadrat minus b kvadrat formulasiga qo'ysam, dastlab qo'shsam 20 bo'ladi. Ayirsam 20 minus 2x bo'ladi. Bu tarafda qo'shsam 28 bo'ladi, ayirsam 4 bo'ladi. 4 va 20 ni qisqartsak 5 qoladi. Qavsni ochib yuborsam 100 minus 10x teng 28. Demak, 10x bu joydan 72 bo'ladi. X 36 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. X topdik. Endi balandlik topamiz. Balandlik topsak, 100 topsak bo'ladi. H nimaga teng? 12 ning kvadratdan x kvadrat ayirmasi. Demak, bu 144 dan ayiramiz. Xo'p, 36 ning kvadrati 1296 maxraj 25. Demak, 144 ni ko'paytiramiz 25 ga. Bu 3600 bo'lar ekan, ayiramiz 1296 ni maxraj 25. Xo'sh, 1296 ni ayiradigan bo'lsam 2304 bo'lar ekan. 2304 undan necha chiqadi? 2304 undan 48 chiqar ekan. Demak, jami 48 maxraj 5 bo'lar ekan. 100 asoslar yig'indisi, ya'ni 7 ga 27 ni qo'shib 2 ga bo'lib balandlikka ko'paytiramiz. Balandlik 48 taqsim 5. Xo'sh, 34 taqsim 2 48 taqsim 5. Bularni qisqartsak 17. Demak, 17 ni ko'paytirish kerak 48 ga. Bu 816 maxraj 5 bo'lar ekan. Demak, 816 ni ham 5 ga bo'lsak 163,5 dan 1 bo'lar ekan. 163,5 dan 1. Bu bizda mana A javobda. Davom etamiz. 28-savol. Xo'sh, muntazam n burchak eng kichik diagonallar orasidagi burchak 120 gradusga teng bo'lsa, n burchakni nechta tomoni bor deyapti. Hop, qarang. Bu burchakni alfa deydigan bo'lsak, bu burchak ham alfa bo'ladi. Bu burchak 180 minus 2 alfa. Xuddi shunday bu yer ham alfa bo'ladi, bu yer ham alfa bo'ladi. Endi qarang, bitta burchagi necha bo'ldi? 180 minus 2 alfa bo'ldi. 180 minus 2 alfa. Bu joyda-chi? Bu joyda 120 plus 2 alfa bo'lyapti. Tenglashtiramiz, sababi muntazam uch burchak ixtiyoriy burchaklari teng. Xo'sh, 60 gradus teng bo'lar ekan, mana bular gradusda 4 alfaga alfa bu joydan 15 gradusga kelib chiqadi. 15 bo'ladigan bo'lsa, jam necha bo'ladi? 120 plus 30, ya'ni 150 gradus bo'lar ekan. Bitta ichki burchagi 150 gradus. Bu degani 180 n minus 2 taqsim n, ya'ni bitta ichki burchak topish. Bu 150 gradusga teng. Xo'sh, bularni 30 ga qisqartiraman 6, bu joyda 5 qoladi. Demak, 6n minus 12 qavsini ochamiz. Bu tarafda 5n bo'ladi. n bu joydan 12 kelib chiqadi. Demak, bu 12 burchak ekan. Javob B. Davom etamiz. Keyingi savolimiz
29-savol. Xo'sh, demak, ayil bisektirsani toping deyapti. Xo'sh, quyidagicha amallarni bajarsak, kesmani topaylik. A'si kesmani topsak nima bo'ladi? Demak, 9 va 1 ildizosti 10 bo'lar ekan. Ya'ni mos koordinatalarni ayirib kvadratga ko'tardik. 10. A B tomon topaylikchi. AB. Demak, ayirmasi 4 16 bo'ladi. 4. Bu demak ildizosti 20. Endi BC-chi? BC ildizostida demak 1 va 9. Bu ildizostida 10 bo'lar ekan. Demak, bu teng olish burchak ekan. Teng olish burchak chizib olaman. A, B, C mana shunday bo'lyapti. Bu joy ildizostida 10, bu joy ham ildizostida 10, asos ildizosti 20. Demak, burchak 90 gradus ekan. Mana bu joy C burchak 90. Sababi kvadratlar indisi 20 ni beryapti. Mana bu joydan chiqqan bisektrisdan so'rayapti L. Demak, bu joy 45 gradus ekan. 45 gradus. Demak, biz bisektrisani topishimiz kerak. Bu joy x bo'lsin, bu joy y bo'lsin. X ga y ni qo'shadigan bo'lsak, ildizosti 10. Endi nisbat. Bu bisektrisa, mana bu alfa alfa bisektrisa. Nisbat yozadigan bo'lsak, ildizostida 20 ning y ga nisbati, ildizostida 10 ning x ga nisbati bo'ladi. Bular qisqarsa, bu joyda ildizosti 2 qoladi. Demak, y ildizostida 2 x ga teng. O'rniga qo'yib y topaylik. Y. Bu joyda x topib qo'yamiz. X nima bo'ladi? Y taqsim ildizosti 2 bo'lar ekan. O'rniga qo'yaman. Demak, y taqsim ildizostida 2 ga y ni qo'shsak, bu ildizosti 10. Y ni chiqarib yuboraman. 1 taqsim ildizostida 2 plus 1 teng ildizostida 10. Xo'sh, y topadigan bo'lsak, ildizosti 20 taqsim ildizosti 2 plus 1 bo'lar ekan. Bu ham nimaga teng? Irratsiondan qutqarsak, ildizosti 20 ildizosti 2 minus 1 bo'lar ekan. Mana y. X-chi, buni ham topaylik. Ildizosti 20 ildizosti 2 minus 1 taqsim ildizosti 2. Bu ham ildizostida 10 ildizosti 2 minus 1 bo'lar ekan. Mana x y topdik. Endi bisektrisni topish formulasi, mana buni bunga ko'paytiramiz. Bu ikkalasi ko'paytmasi ildizostida 200 ayiramiz x y ko'paytmasini. Ya'ni buni bunga ko'paytish kerak. Bu ham ildizostida 200 va ildizostida 2 minus 1 ning kvadrati kelar ekan. Mana shu hisoblash kerak. Bu hisob kitobni davom ettirsam, ikkalasidan ildizostida 200 ni chiqarib qo'yaman. Ildizostida demak 1 minus ildizostida 2 minus 1 ning kvadrati bo'lar ekan. Demak, ildizostida 200 1 minus buning kvadrati 3 minus 2 ildizostida 2, demak minus 3 plus 2 ildizostida 2 bo'ladi. Teng ildizostida 200. Mana shuni ham quyidagicha yozsam 10 ildizostida 2 qilib olay. Bu yerda demak 2 ildizostida 2 minus 2 kelar ekan. Buni ham 10 ildizostida 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, buni bunga ko'paytmasi. Xo'p, 20 40 bo'lar ekan. Ayiramiz 20 ildizostida 2 ni. Mana bisektris uzunligini topdik. 40 minus 20 ildizostida 2. Bu B javobda mana. Davom etamiz. Keyingi savolimiz 30-savol. Muntazam to'rtburchakli piramidaning to'la sirti yuzi asos yuzidan 3 marta katta. Demak, S to'la sirti 3 marta katta S asos yuzidan. Yon yog'i bilan asos tekisligi orasidagi burchak tangisi toping deyapti. Piramida chizib olamiz. To'rtburchakli
Yon yog'i bilan asos tekisligi. Yon yog'i degani yon yog'ini apofemasini tushiramiz. Mana bu asos tekisligi. Mana bu joydan burchak balandlik tushirib qo'yamiz. Bizdan mana bu joydagi mana shu alfa burchakni so'rayapti. Alfa. Ya'ni nima? Tangens alfani so'rayapti. Tangens alfa. Muntazam to'rt burchakli deyapti. Xo'sh, muntazam to'rt burchakli bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomon A deb bo'ladigan bo'lsam, bu tomon ham A. Mana bu esa A, mana bu apofemasi A ildiz 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Sababi mana bu A taqsim 2. A ildiz 3 taqsim 2 mana shu apofema. Endi bitta yon sirti nima bo'ladi? Bitta yon sirti S yon sirti bittasi balandlik A ildiz 3 taqsim 2 ni A ga ko'paytirib 2 ga bo'lish kerak. Bu ham A kvadrat ildiz 3 taqsim 4 bo'ladi. Endi bizda nechta yon sirt bor? 4 ta. 4 ta yon sirt bo'ladigan bo'lsa, demak bu A ildiz 3 degani. Ya'ni mana buni 4 ga ko'paytir degani va unga plus S asosni qo'shamiz. Asos nimaga teng? O'zini yozib qo'yaylik. Teng mana bu A kvadrat edi. 3 ta S asosga. Mana S yon sirtga asosni qo'shsak to'la bo'ladi. Demak, S asosni bu tarafga o'tirsam, A kvadrat ildiz 3 teng 2 ta S asosga. Demak, A kvadrat ildiz 3 teng bo'ladi 2 ta asos yuzasi A kvadratga teng. Asos yuzasi A kvadrat. Biz yon yog'ini ham muntazam deb olibmiz. Xato qilibmiz. Bunaqa bo'lmaydi. Yon yog'i. Bu yer H qilib qo'yaman. H emas, L qilib qo'yaman. L. Mana bu joy H. To'la sirti. To'la sirti L ni A ga ko'paytirib 2 bo'lsak bitta yon sirti bo'ladi. Uni ham 4 ga ko'paytmas. Mana bu S yon sirt. Unga S asosni qo'shamiz va S asos. Uni ham narigi tarafga o'tiraman. Bu demak 2 ta S asos. Asos yuzasi A kvadratga teng bo'ladi. Bu joydan bular qisqarib, bular ham qisqarib, bu joyda 2 qolsa L teng A kelib chiqadi. Demak, yon yog'ining apofemasi A ga teng. Ya'ni asos tomoniga teng ekan. Bu yer asos tomoni, bu yer asos tomonining yarmi. Bu degani, qarang. Mana bu joy A bo'lyapti, bu joy A taqsim 2. Demak, tepadagi burchagi, mana bu joydagi burchagi 30 gradus degani. Sababi 30 gradus karsidagi tomon gipotenuza yarim. Demak, alfa nima bo'ladi? Alfa 60 gradusga teng bo'ladi. Tangens 60 gradusda, demak, bu ildiz 3 degani. Ildiz 3 bizda mana shu javobda. Xo'p, 31-savol. 60 ning natural bo'luvchilari A. Demak, A nima bo'ladi? 60 ning natural bo'luvchilari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Mana 60 ning natural bo'luvchilari. B esa 48 ning. 48 ning natural bo'luvchilari 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Mana. A kesishma B. A kesishma B degani ikkalasida ham bor elementlar. Ikkalasida ham 1, 2, 3, 4, 6 va 8 bor. 6 va 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ham bor ekan. 12 ham bor. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Boshqa umumiy elementi yo'q. Demak, nechta element bor? 2 ta, 4 ta, 6 ta, 7 ta. Demak, 7 ta element bor ekan. Bu degani qism to'plama soni 2 ning n-chi formulasi bilan topiladi. Ya'ni 2 ning 7-chisi. Demak, 2 ning 7-chisi demak 128 ga teng bo'ladi. Javobimiz D. Xo'sh.
Raqamlar yig'indisi 7 ga teng bo'lgan 3 xonali sonlar qog'ozlarga yozilgan. Bular tanlangan son juft son bo'lish ehtimolini toping deyapti. Juft son bo'lish. Xo'sh, raqamlar yig'indisi 7 bo'ladigan son bu 701-chi. Ya'ni 7 bilan boshlanadigan. Ikkinchi holat. 1 bilan boshlansa-chi, 1 demak 0 1 0 va 6 ni tanlaylik. 1 0 6 bularni ham raqamlar yig'indisi nima bo'ladi? 7 bo'ladi. Bu yerdan qanday son hosil bo'ladi? Bu yerdan 106, 601, 610, 160 ta. Endi 3-holat. 1 2 va 4 ni tanlasak, bu ham raqamlar yig'indisi 7. Bu yerda ham 4 ta son hosil bo'ladi. Bu yerda 4 ta bo'ldi, bu yerda bitta bo'ldi. Qaysilarda? 1, 2 va 4 da. Keyingi 4-holat 1 3 ni tanlasak, bu 3 bo'ladi. 1 3 3. Bu yerda 3 ta. 3 tami? Ya'ni 331, 133, 313, 3 ta. 3 ta son hosil bo'ladi. 3 ta. Keyingisi 1 4 ni tanlasak, 1 4 3. 1 4 2. 1 4 2 ni mana tanlab bo'ldik. Bundan tanlamaymiz. 1 5. 1 5 bo'ladigan bo'lsa 6, 1 5 1. Bundan ham 3 ta son chiqadi. Endi 1 6 dan tanladik, bo'ldi. 1 bilan boshlanadiganlar tugadi. Endi 6-holat 2 bilan boshlanadiganlar 2 0 5. Bundan 4 ta son hosil qilsa bo'ladi. Keyingisi 7-holat 2 1 4. 1 4 2 olindi, buni olmaymiz. 2 3 2 3 2. Bundan 3 ta son hosil qilsa bo'ladi. 2 3 2 dan 8-holat 2 4 1. Bu holat olingan. Bo'ldi, boshqa yo'q ekan. Endi 3 dan boshlanadigan 3 0 4. Bundan 4 ta son hosil qilsa bo'ladi. Keyingisi 9-chi 3 1 4 3. Bundan olgan edik. 3 2 2 bundan oldik. 3 3 1. Bundan ham olgan edik. 3 4 0. 3 4 0. Bundanchi 3 4 0. Bundan mana olib qo'yibmiz 3 4 0 ni. Endi 4 bilan boshlanadigan holatlarni yozib olishimiz kerak ekan. Juft deyapti. Mana bundan 4 ta dedik. Bu 124, 142, 412, 421. Boshqa bormi? 142 bu yo'q. Bunda esa 133, 133, 331, 313. Demak 133 bo'ldi, boshqa yo'q ekan. 151, 151, 511, 150, 115. Bundachi 205, 502, 520, 250. Bundachi 232, 322, 223. Bundachi 304, 340, 430, 403. Boshqa bormi? 700. Mana bunda 4 ta. Demak 4 ta, 4 ta. 8. Mana bunda 4 ta, 4 ta. Mana bunda 3 ta, mana bunda 3 ta. Mana bunda 4 ta, mana bunda 3 ta, mana bunda 4 ta. Boshqa raqamlar yig'indisi 7 chiqadigan bormi? Mana bu joyda yana qolibdi 241, 214 qolgan. Bu joyda 6 ta bo'lar ekan.
Jami, demak ehtimollik nechta bo'ldi? 1, 4, 5, 6 ni qo'shamiz. 11, 3 ni qo'shamiz. 14, 17, 21, 24, 28 bo'lar ekan. 28 ta holat bor ekan. Endi juft chiqadiganlar. Juft bo'ladiganlar 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, demak 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12, 13, 14. Mana bu bilan 15 ta. 15 ta sonidagina juft bo'lar ekan. Demak, ehtimoliy 15 taqsim 28. Javob B. Davom etamiz. 33, 34 va 35 savollar. Rasmda konus ichiga eng katta hajmli silindr ishketilgan. Eng katta hajmli silindr. Demak, bu degani V silindr hajmidan olingan hosillar 0 chiqishi kerak degani. Xo'sh. Demak, mana bu markaz. Mana bu konus radiusi. Mana bu jam balandlik qilamiz. Demak. Mana bu qismi silindr radiusi bo'ladi. Silindr radiusini biror kichik r qilib qo'yaman. Konus radiusi katta r. Mana bu silindr balandligi h. Konus balandligi katta h minus kichik h bo'ladi. Mana bu qismida. Mana bu qismi esa kichik radius, perpendikulyar. Xo'p. Demak. Silindr asosining radiusining konus asos radiusiga nisbati. R lar nisbatini so'rayapti. R larning nisbati nimaga teng deyapti. Xo'p, o'xshashlikdan foydalansak, katta h minus kichik h ning kichik r ga nisbati katta h ning katta r ga nisbati bo'ladi. O'xshashlikdan. Xo'p. Bu joydan bitta o'xshashlik foydalandik. Bizga silindr asos radiusining konus asos radiusiga nisbati kerak. Silindr hajmi nima? Bu silindr hajmi pr kvadrat h. Endi mana shu joydan hosil olishimiz kerak, r ni topamiz. Yoki h ni topaylik. H yoki r. Xo'sh, bu joydan, mana bu joydan silindr balandligini topaylik. Buni topish uchun mana bu r ni bu tarafga ko'paytsak, h minus kichik h r taqsim katta r bo'ladi. Bu joydan kichik h kelib chiqadi, katta h minus katta h r taqsim katta r ekanligi. Mana shuni bu joyga qo'yamiz. Demak, p va uni r kvadratga ko'paytirib yuboradigan bo'lsam, h r kvadrat minus h r ning kubi taqsim r. Mana shundan hosillar 0 bo'lishi kerak, p kerak yo'q. R bo'yicha hosil olamiz. R bo'yicha hosil oladigan bo'lsam, demak 2h r bo'ladi minus 3h r ning kvadrati taqsim r. Mana shu 0 bo'lishi kerak. Demak 2h r teng bo'ladi 3h r ning kvadrat taqsim katta r ga. H larni qisqartiraman, r kvadrat va r ni ham qisqartirsak 2 teng bo'ladi 3r taqsim katta r ga. 3 ni bu tarafga bo'lsak 2 taqsim 3 teng bo'ladi kichik r taqsim katta r ga. Mana radiuslar nisbatini topdik. U 2 taqsim 3 ga teng ekan. Ya'ni silindr asos radiusining konus asos radiusiga nisbati 2 taqsim 3. Javob B. Demak, bunga B katta to'g'ri kelar ekan. Demak, silindr balandligining konus balandligiga nisbatini so'rayapti endi. Silindr balandligining konus balandligiga nisbati. Biz boya topdik. H nima edi? Katta H mana bu narsa. Mana bu narsa. Katta H minus katta H ni kichik r taqsim katta r ga ko'paytmas. Buni o'rniga 2 taqsim 3 ni qo'yamiz. 2 taqsim 3 ni. Shunda kelib chiqadi katta H minus 2 katta H taqsim 3. Bu ham katta H taqsim 3 ekanligi kelib chiqadi. Endi nima bo'ldi? Kichik H katta H ning 3 dan 1 qismi. Demak, kichik h taqsim katta h bu degani 1 taqsim 3 degani. Xo'p, 1 taqsim 3 bizda mana A kalitda. Javob A. Silindr hajmi konus hajmiga nisbati. V silindr hajmining
v konus hajmiga nisbati. Silindr hajmi p kichik r kvadrat kichik h. Konus hajmi 1/3 p katta r kvadrat va katta h. P'lar qisqaradi, uch tepaga chiqib, bu demak kichik r taqsim katta rning qavs kvadrati kichik h taqsim katta h qilib olamiz. Demak 3 radiuslar nisbati 2/3 kvadrati 4/9 bo'ladi. Balandliklar nisbati 1/3 edi. Demak jami uchlar qisqarib ketib 4/9 kelib chiqar ekan. 4/9 bizda mana y javobda. Bu y. Xo'p, shuning bilan dastlabki 35 ta testning tahlilini ko'rib o'tdik. Barchaga rahmat. Keyingi video yechimlarimizda ko'rishguncha.